Dasturimiz davom etadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati Zarbdor tuman sudida 53 yoshli shaxsga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan umrining 31 yildan ziyodini sovuq panjara ortida o'tkazgan. Biroq u jazodan to'g'ri xulosa chiqarmay yana bir katta jinoyatga qo'l urdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Jizzax viloyati G'aldarol tumanida sodir etilgan mudhish jinoyat 2024-yil 31-avgust kuni soat taxminan 10:30 larda mas'uliyati cheklangan jamiyatda o'zi bilan birga ishlovchi do'stining yashash xonadonida spirtli ichimlik iste'mol qilib, alkogoldan kuchli mastlik holatida yuzaga kelgan o'zaro kelishmovchiliklar natijasida sodir etilgan. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, 6 marta pichoq bilan urib, og'ir tan jarohati yetkazib, vahshiylarcha o'ldiradi va yotoqxonada bo'lgan jami 5.408 ming so'mlik o'zganing mulkini bosqinchilik yo'li bilan o'g'irlagan va xonadonga o't qo'yib yuborgan. Buning natijasida jabrlanuvchining jami bo'lib 39 million so'mdan ortiq mulkini qasddan nobud qilganda aybdor deb topilgan sudlanuvchining ishi jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudida ko'rib chiqildi. Qilgan jinoyatining 97-moddasi, 113-moddasiga to'liq iqrorman. Qonun doirasida qanaqangi yengillik choralar bo'lsa, o'shalarni qo'llab, endi qolgan ozgina umrimda chiqib, oz bo'lsa ham ozodlikcha yengilroq jazo berishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasiga binoan tayinlangan jazolar qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 23 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoning dastlabki 3 yili turmada o'tatilsin. Jinoyat natijasida yetkazilgan jami 39 million 30 ming 484 so'm moddiy zarar sudlanuvchidan jabrlanuvchi qonuniy vakili foydasiga undirilsin. Ajdodlari din-u diyonat, axloq va odob, or-nomus, halol va poklikka odatlangan o'zbek xalqining avlodlaridan mazkur jinoyatga qo'l urayotganlarning uchrashi achinarli holdir.